Allohimga hamd sanolar bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salovat salomlar bo'lsin. Alloh bu ne'matlarni bizga beribdi, o'ziga ko'p shukronalar qilamiz, alhamdulillah. Endi har bir bandani ayolmi, mujohidmi bir niyatlari bo'ladi o'zini. Alhamdulillah, men uydan chiqqan vaqtimga Allohning roziligi uchun shu 4 ta kofirni o'ldiraman deb chiqqanman. Niyatim shu kofirni o'ldirish. Hali ham alhamdulillah g'ayratim bor-da. Endi otaga ham shu nima qilaydim? Shijoatdan men qaytmayman. Hozir ham tayyorman. Shunga 4 ta kofirni o'ldiraman deb chiqqanman, inshaalloh Xudo xolagan bo'lsa. Endi tushunmayman-da u vaqtga. Xudo xolasa 400 ta deb niyat qilganman. Balkim Alloh undan ham mehribon zotin niyatimni yetkazsin. Inshaalloh. Shu vanaga turamiz, bir mashinalarga rasmi olingan qunaqalar qilib qo'llarini, tapchkalarini so'rib ketgan ironlik bala, otini ham aytdilar. Yunus, ana shuni gazetadan ko'rganmanda, men ham fidoy bo'laman deganmanda, holi otaga u niyatim yo'q edi. Bobosi nimayman, mana shu bala ot ketmadi, men ketdim desam, qizim kulliki, unaqa qilib o'ldirgandan nima chiqar ekan, o'zini qo'lingizdan bir narsa kelmaysiz dedi. Ya Allohim, menga nasib, mana shijoatim bor, men uydan nima deb chiqqanman, Robbimga deb va'da berganman, va'dam bor deb shunaqa deb ota ham keyin qo'shilib, men ham onasiz bilan ketaman dedilar. Shunaqa qilib ikamiz niyat qilgan deydi endi. Shunaqa niyatlarimiz bor edi, mana ota ketdilar, endi Allohning izni bilan bo'ladi. Onasi rozi bo'ling ham, mendan deb har doim chiqib ketadilar. Men ham aytaydim, siz ham mendan rozi bo'ling. Men yo'lga yuraman, birdan tepadan ursaman, ketib qolsam rozi bo'ling. Onasi deydi, men sizdan roziman, shu rozilik olib turaylik. Har kun kelalar, birovga kelalar, emishga kelalar. Shunaqa edi. Oxirgi kun ham shunday deb chiqib ketdilar. Men sizdan roziman, siz ham mendan rozi bo'ling deb qolsak, shu payshanba jumaga keladilar deysam, kelmadilar. Bu juma ham o'tdi, kelasi juma ham o'tdi. Bu otadan darak yo'q. Alloh nasib qilgan ekan, ketib qoldilar. Shunday qilib keyin eshitdim. Allohning taqdiri bilan iymon keltirganman. Albatta, u Alloh nasib qilsa hech narsa emas edi, olib ketadilar. Balki men sabab bir sinovlar bo'lishi mumkin edi. Hammasiga iymon keltirganman bu ishlar, lekin bu niyatimdan qaytmayman. Shijoatim bor. Qanday bo'lmasa, meni shu kofirlarni ichiga etib qo'yishlarini qachondan o'zi Allohdan so'rayman. Iloji boricha men tezroqgina shu tayyorlasinlar-yu, shu belimga bog'laydilarmi, qo'limga beradilarmi, nima bo'lsa men tez borib, tez o'ldirgim keladi kofirlarni. Allohning ishqiga tushgan, to'g'risini aytsam, qalbimga shu jamolini tez yetsam. Inshaalloh bir tomchi qonim qolsa ham shu jihad qilaman inshaalloh. Robbimning roziligi uchun, yuzi uchun jangaralar gulib tashlasam ham shu kofirni, lekin shuni menga yetkazsin Allohim. Yomon g'ayratimga kelib ketadi go'yo. Shu mujohidlarga qarab haqiqatan ham meni ichim ko'p kuyadi. Shunday bir ichi keng, nimaga kelganini o'zi bilmaydi o'shalar. Men deb o'ylayman, agar g'ayrati bo'lsaydi, shijoati bo'lsaydi, kofir shunday bizani ustimizga uchib turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shunchalik nimalar qilmadi, Qur'onni yondiribdi, Qur'onni ba'ul qilib tashlayapti. Nima uchun g'ayrat kelmaydi ularga? Nima uchun shijoat kelmaydi? Men yonib ketib duoga tushaman, keyin yig'lab ochilaman kechalar, bitta o'zimga hech kimni qo'ymayman uyimga. Faqat Robbim bilan gaplashaman, alhamdulillah. Uyqum qochib ketadi, uxlamayman kechasidan. Robbim ko'rib turibdi hammani qalbini ham, o'zini ham. Shu iloji bo'lsa tezroq shu kofirlarni bug'ib o'ldirsam. Nima uchun bu hijrat qildik? Allohning dinini oliy qilish uchunmi? Robbimning roziligi uchunmi? La ilaha illalloh kalimasini oliy qilish uchunmi? Ashu mujohidlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh yo'liga nima azoblarni ko'ribdi. Qor demayapti, yomg'ir demayapti, tog'larga, sovuqlarga o'tiribdi-ku shular oxa. Issig'i bor, sog'i bor, oilasiga kelmaydi. Beoilasi qancha? Nima uchun? Allohning dinini oliy qilish uchunmi? Nima uchun bir xil axir bir ikkitasini yuziga aytdim, shijoatingiz yo'q ekansiz dedim. Nima uchun kelgansiz dedim bir ikkitasi. Tezroq mana shu g'ayratga chiqib, mana bir qalay o'qiga. Mana 13 yilga o'tibdi bizani. 2000-yil martga chiqqanmiz. 13 yilga o'tadim, 12 yil to'labdi-da endi. Hijriy bo'yicha o'tdik. Qurbon hayitdan bir hafta keyin chiqqanmiz biz 20 nimasiga endi. 2000-yil. Shundan bo'lsa g'ayrat bor. Alloh rozi bo'lsin. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin ilohim. Sizni shu shijoatingizni hozir jamoatga taqsim qilsa hammaga yetadi inshaalloh. Shu mujohidlar hammasi meni o'g'lim qatori, o'g'lim shahid bo'ldi. Alhamdulillah, Alloh akbar deganman.
Shuni Tojikistonga kelib, bizani qabul qilib olgandan keyin, "Mani o'g'lim bormi?" dedik. Shu nima edi? Amiriddin kutib olgan o'g'lim mendan 7 oy oldin chiqqan hijrat qilib. Ha, ular shahid bo'lib ketdi. Allohu akbar, alhamdulillah. Niyatim shu peshonasidan o'pib, juma kuni ertalab shahid bu o'g'lim deb yuziga aytganman-da. O'g'limning yuziga shuni shahid bu sani qaytdim men bu nimanga ko'rmay deganman. Niyatiga yetib shahid bo'lgan. Mayli, Xudoga shukr. Shu men ham tezroq Alloh huzuriga yetib shu ballalarim bilan bo'lsam deyman. Lekin inshaalloh agar nasib qilgan bo'lsa Robbim bir tomchi qonim qolsa ham shu bir jihod qilgim keladi-da, shu o'ldirsam kofirda. Inshaalloh niyatimga yetkirsin Robbim. Hammani avalasi bor mujohidlarimiz aytganlarga o'xshab ayollarga qolmasin kuni hech kimni. Niyatimga yarasha to'shakka yotsam ham shu nimani berar Robbimdan umidim katta. Shu ajrda inshaalloh. Agarda sizni Alloh sinayapti. Alloh ko'p sinayapti insonni. Qalbini qarab, o'zini hisobotiga qarab ko'p sinayapti. Inshaalloh nimangizdan qaytmang. Qaytmayman. Oy, astag'firullah qaytishda. Shu mujohidlarimga katta tilaklarim borki, bir passiv, bir beg'ayrat, zaif shulardan qilmasin shularni. O'shalarga Alloh g'ayrat bersin. Qalbiga agar bir nimasi bo'lmasa, g'urur, bir shijoat bo'lmasa, bir tin o'tiraveradi palchayib, uxlaydi, turadi, pishir aqot yeydi, uxlaydi, turadi, aqot yeydi, chiqib bekorga gap sotadi. Ibodatiga ham o'zi yarasha biladi. Zikrdan qoldingizmi, Allohdan ketdim deyvering. Astag'firullah attubillay. Zikr Allohga bog'lanaykan, shu kuni uzun, kechayi daroz tahajjudga turish bo'lsin, ertalabki zikrlar bo'lsin, qoldimi, tamom, susaydim deyursin o'sha banda. Tilingiz to'xtadimi? Tamom, Alloh o'zi sinov keltirib beradi boshingizga. Til zikrdan to'xtamaslik kerak, Allohdan qo'rqish kerak. Nima uchun chiqqanimizni esimizdan chiqarmaylik oxa. Nima uchun keldik bu yerga? Bo'lmasa boy badavlat yeganimiz ilmimizga hamma narsani bergan Robbim. Mana shu kunlarga rozimiz, alhamdulillah. U kerak emas, mana bu kerak bizga. Vatanga aytadim. Allohim mana shu panerdagi narsalarni ol mendan dedim. O'tsam yiqilib tushadi. Yo'q bo'lsin. Men shunday uy berki dedim, hech narsam bo'lmasin dedim. Alhamdulillah niyatim yetkirdi Xudoyim. Endi shuni oqlaylik. Allohim bekorga bizani chiqarmadi. Bekorga bunday ne'matlarni bermadi. Ko'p shukr qilishimiz kerak. Alhamdulillah Allohimga ko'p hamd sano aytishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qilgan jihodlarini o'qib, ko'zimni yosh to'xtamagan. Shu Rafiqul o'qibda, ana jihod, ana mujohid. Men shu Amr sohibga egalarga men aytdim, endi men dedim sahobalarning hayotini qilaman dedim. Inshaalloh dedim. Umar roziyallohu anhu dedim. Shu bir nimani yig'ib bitta kasal bo'lganlar tomoqlari og'rim, qonlari og'riganga, Alloh alam qaysi og'rigan bilmayman, hozir esimdan chiqdi. Bir qoshiq asalni so'rab olganlar shu butun nimadan. Qarang. Nimaga? Baytul molga zarrachali ham shular nima keltirmaganlar. Allohdan qo'rquv juda qattiq bo'lgan. Bizga nima bo'pti? Biz ham shunday qo'rqaylik Allohdan. Shu mujohidlarimdan so'rayman, Allohning mujohidlaridan so'rayman, Robbim mujohidlardan qo'rqsin, taqvo bo'lsin hammaga. Ixlos bo'lsin. Shijoat bo'lsin, birinchi shijoat bo'lsa passiv xotin nima, u erkak nima bo'lib qoladi. Shuni emasmi? Bu Alloh kechirsin meni agar juda ham xato ketgan bo'lsam. Shijoat bo'lmasa bir tin. Jon kuydirib fido bo'lmasangiz, Robbim aytganingiz bermaydi. Shu ish uchungina aytmasang, Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi. O'shada shu kofirda qanday bizga nima shunday meni duolarim ijobat bo'lganini alhamdulillah bilganmanki, Allohim deganman. Shu baloyingni o'zinikiga tasha. Faqat bizani otaman deydi, bor o'zlariga bomba tash. Shu niyat necha marta men doim ijobat bo'lgan. Bu yo'g'im ham duo qilamanki, Robbim o'zini jamolini ko'rishni nasib qilsin, ilohim Allohim. Qattiq niyatim bu, shu ko'pirlarni qirib tashlashga niyatim bo'ldi inshaalloh. Mujohidlarga ham niyatim shu, suslashmasin hech kim. Shu yo'lga chiqdikmi? Shu kofirni o'ldiramiz, dinni oliy qilamiz deb chiqdikmi? La ilaha illalloh kalimasini oliy qilamiz deb chiqdikmi? Kofirlarni iloji boricha qancha bo'lsa o'ldirishimiz kerak. Bizlarni qanday azob beryaptilar? Bizlarni mujohidlarimiz qanchamiz shahid bo'lib ketamiz bizlarni? Robbimning izni bilan, hammasi izni bilan albatta. Sevganlarini olibdi Robbim. Qator qilib. Har bir mujohid shahid bo'lib ketsa, men yonib ketaveraman. Yana menga kelmadim shu. Mana shunday men ketishim kerak edi. Men jihod qilishim kerak. Yonib ketib, astag'firullah, o'tirib qolaman yana. Endi-chi, falan anaqa. Endi sizdan bir yo'lga alo bo'lsa bilasiz. Robbim menga undan yaxshi saqlab qo'ygandir. Umidimni uzmayman. Necha yosh bo'ldingiz hozir? Men 65 ga kirdim alhamdulillah. 48-yili oxiri 25-dekabrman. 25-chi. 70.
Buna yanvargina demasın da. Mendan 10 yosh kichkina. O'zi bilmay men bilaman. Yo'q, bilaman. 25-dekabr 48-yil axir. Hala. Shunga yana bitta gapimni aytib qolay, niyatlarimdan. G'ayrat kelgan yomon o'zimni o'zim qaynab ketaveraman-da. Shu ko'pirlarni qirib tashlay, o'zim ham parcha-parcha bo'lib uchib ketib deb Robbimdan so'radim. Bu mujohidlarimizga niyatim shu. Allohim shu bunday dankasalardan qilmasin. Shijoatlik, shu ittay-kecha Allohning zikriga bo'lib tayyor bo'lib tursin-da, shu boboni yonlariga ketib qo'yadim avtomat. To'y desa choptirasizlar dedim. Shuni o'rganganlarga bitta chaqirsa, "Hoy" deb turib ketaylar. Shunday bo'lsa ham g'ayratlari bor edi. Ana shunaqa odam yashda uyg'otib yotmaysiz o'shani bomdodga. Choptiradi aytsa biroz. G'ayrat bor edi, alhamdulillah, qarib esalar. Shu mujohidlarimizga ham niyatim shu. Mujohidani aytdingiz, mujohidalarga nima deysiz endi? Shu jamoatimizda ayol, qiz, yoshga Allohning ishi yo'q uni. U 10 yoshar bo'lsinmi, 80 yoshar bo'lsin, bunga g'ayrat bo'lsin, g'ayrat, shijoat bo'lsin, qo'rquv bo'lmasin qalbiga. Shunday shijoat bo'lsinki, hech narsadan qo'rqmasin. Ana shunday deb so'rayman Allohdanki, qalblari pok bo'lsin birinchidan. Zikr bilan bo'lsin, Allohdan qo'rquv bo'lsa, hech narsadan qo'rqmaysiz. Robbim doim siz bilan birga. O'sha ayollarni tunon kuni o'qidim shuni. Qaniydi men o'sha vaqtga bo'lsaydim deyman-da. Nima uchun o'sha kishini yonlariga borib o'sha kallani yumalatib yoradi-ku? O'sha munofiqlarning yoniga. Men ham bo'lsaydim sherga deyman. Sofiya onamizda. Ana shunday shijoat bo'lsin hozirgi yoshlarimizga, kelayotganlarga, o'zimiz oldingi kelgan ayollarimiz, qizlarimiz, kelinchaklarimiz hammasiga qalbiga yeb, ichib, tug'ib ko'paytirishdan emas, u bo'lsin o'sha ham, lekin shijoat bo'lsin. Allohdan qo'rquv bo'lsin, o'shanaka qo'rquv bo'lsa bo'ladi, hamma narsa taqvo bo'lsa. Din g'ami qalbiga bo'lsin. Nima uchun chiqqan esidan chiqarmasin, dinni o'ylasin. U bugun buni qilay etdi, uni bo'lmasin u. Allohning g'amiga bo'laylik, dinni g'amiga bo'laylik. Qo'rquv bo'lsin hammamizga-ki, ana o'shanaka bir narsa bo'ladi inshaalloh. Shu ko'pirlar qanday bizaga nima qilayotgan bo'lsa, ittay kecha ular bizani uylaydi. Qaysi yo'l bilan bo'lsa shularni ustidan tashlay. Qanday qilsam shularni o'ldiray. Ularni birligiga qarang. Bizachi hammamiz tarqoq. Hammamiz har yoqqamiz qalb bitta bo'lsin. Qalbni birlashtirib, Robbimdan qo'rquv solib. Ana keyin o'zi Robbim nusratini beraveradi. O'zi Allohimni o'zi aytgan-ku. Uni va'dalari hammasi haq. Xilof qilgan emas biron va'dasiga Robbim. Shukr, alhamdulillah. Mujohidlarimizga niyatim katta. Alloh o'zi haq yo'ldan adashtirmasin, kofirlarga bo'ysundirmasin, arqa o'girtirmasin. Ayollarimizni ham shunday qilsin Robbim. Qo'rqmaylik hech narsadan. Agar bittamiz shahid bo'lsak, ularni 10 tasini o'ldirishimiz kerak. 10 tamiz shahid bo'lsa 100 tasini o'ldirishimiz. Shunday deb aytibdilar. Mani ichim qaynab ketgan. Ana ancha-picha bo'shadimlar, yarmi bor. Qaynab oxiri Qur'onni o'qiyman, yodlayman. Bugun borimiz ertaga yo'qmiz hammamiz ham. Hammamizga sinov bu dunyo. Imtihondan o'tib olsak, marra bizniki. Inshaalloh Robbim hammamizni sog' salomat o'tkazib jamoliga yetib olaylik. Mujohidlarning safida fidokor onalar ko'rdim, otasiz bolalar ko'rdim, beva bechoralar ko'rdim. Mujohidlarning safida